Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Centris Towers loyihamizdagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Keling, undan avval Centris Towersda qanday binolar borligini eslatib o'tamiz. Loyihamiz 3 ta asosiy A, B va C towerlardan iborat hamda yon tomonlarida D, Y va F, G bloklardan tashkil topgan. Loyiha dizaynida funksionallik va estetik uyg'unlikka alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, ish koeffitsiyentini oshirish maqsadida ekologik muhit yaratilgan. Binolarning har bir qavati keng terrasalar bilan boyitilgan bo'lib, bu nafaqat panoramali manzara, balki tabiiy yorug'lik va ochiq makon hissini kuchaytirib beradi. Hozirda C towerda 8-qavatgacha bo'lgan beton ishlari yakunlandi va D blokimizda 9-qavatgacha hamda A towerda yer osti turargohining -1-qavatigacha beton quyish bosqichi yakunlandi. Endi esa qurilish jarayonlari bilan yaqindan tanishish uchun obyektimizga yo'l olamiz. Aziz do'stlar, qurilish obyektimizga xush kelibsizlar. Ko'rishingiz mumkin, A towerimizning -1-qavati va B towerimizning -4-qavatiga beton quyish ishlari hamda FG blokimizning poydevor va fundament qo'yish ishlari boshlanish arafasida. Hozir biz C towerning 8-qavatidamiz. Ko'rib turganingizdek, qurilish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Orqa tomonda esa 9-qavat beton ishlari yakunlangan D blokni ko'rishingiz mumkin. Binolarning poydevori va konstruksiyalari uchun M550 markali beton va A500C markali armaturadan foydalanilmoqda. Bu ularning kelajakda zilzilaga chidamliligi va xavfsizligini kafolatlaydi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, A blokimizning -1-qavatiga beton quyish ishlari jarayoni boshlandi. Qisqa qilib aytganimizda, yer ishlarining 95% yakunlandi va endilikda A tower, C tower va D bloklarimizda 4 qavatdan qurilish ishlari rejalashtirilgan va B blokimizning -4-qavatiga beton quyish ishlari kutilmoqda. Mana aziz do'stlar, sizlar bilan Centris Towers loyihamizning mart oyida bajarilgan ishlari bilan tanishib chiqdik. Bergan ma'lumotimiz sizlar uchun qiziq bo'lsa, barchangizni sotuv ofisimizda kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.